tushunmayapman. Bizi Ha. tak, arpa, Aha. bug'doy Aha. beramiz. Aha. Jo'xori tapga qarab yesa beramiz, yemasa zo'rlamayman. Jo'xori bu Makka. Makka. Aha. Ha, Makkani unaqa xush ko'rib yemaydi. Asosan arpa, bug'doy yeydi. Arpa bug'doy. Men pishgan beraman ko'p. Ha, pishirib beradi. Pishirib beraman. Keyin ketiga yeb bo'lgandan keyin ozgincha xom. Ho'l yeyursiz, ho'llansa yeyursiz yoki olib yeyursiz, chiziq g'ichillaydi-yu, ho'llan. Me'dasiga tegib qolmasin deb ketiga yarim chelpi, ya'ni bu degan so'z bir 400 gram, 500 gram quruqdan tashab qo'yaman. Ana g'irtillatsin. Ha, quruqdan Ha. o'tib. Beda yegancha berasiz. Ha, bedani joniga o'tkazaman, ho'l o'tib bermayapman. Kesib beraman. Sabzi, meva-chevalar. Sabzi beraman. Sabzi. Ha. Piyozchi. Ko'p bermayman. Piyozchi bersa bo'ladi, unda ko'p berib bo'lmaydi. Ichini achitib tashlaydi piyoz. Piyoz, Ha. ha. Oshqozonga anaqa qiladi piyoz. Bir bersiz bo'ladi. Ora-orada. Ora-orada. Ko'p berib bo'lmaydi. Sabzi, yuvilgan sabzi beramiz. Hamanali baqish nimasi boshqachada turi. Sizni ham bir qandaydir baqish turingiz borda, siringiz baribir. Bunchalik qilib kastagini o'stirib, kastagiga qanday vitaminlar, bu baliq yog'i boshqa bormi? Yo'q. Hali ichirganingiz yo'q. Yo'q, ichirmayman. O'zi demak, buni o'zi nima qoni ham bor-u, baribir. Kasal bo'lganda vitamin B komplekslar olgan endi. Ha. Buni endi bunchalik qilish oson emas, bilamiz, u qancha nimalardan chiqib kelgansizlar. Sabzi ko'p ham bermayman. Shu yegan ikkita dona yuvilgan sabzini bir dona olma yeyishim. Buni ko'p berib tashlamayman. Demak, siz ichida yurasiz, qo'yi ichi orsa ham o'zini noqulay his qiladi. To'ppa-to'g'ri. Ha, mazasi qochadi. Qo'y shunaqa nozik narsa-da, qonni orsa ham mazasi qochaveradi. To'g'ri. Shunaqa bo'lmasin deb samron beraman. Keyin anaqa berib turaman. Gastrovit. Gastrovit hazm qilishga. Hazm qilishga bir haftada shu 1 marta 2 marta berib turaman. Mashalloh. Chunki bir haftada ichirib turaverasiz. ha, anu bo'kmasa, hazm qilsa qilolmasa ichiraman. Gastrovit. Nima siz buli yeganda anu chaynamay ham yutaverasiz. Massajni qanchada olib turadi? Shuni ham aytib o'tib keting. Massaj har kuni olaman. Har kuni oladimi? Men kelolmaydigan kunim 2 kun 3 kun o'tib ketadimi? Ha. Ovqat yeyishni suslashadi. O qarang, sog'lanadi. O'rganib qo'ygan. Mana o'sha kuni shunaqa bo'ldi. Shunda Jamshid qildi, Lorenzo qanaqa edi dedi. Yemadi dedi. Shunday nastroyenlarim buzildi. Keldim, sirazu tushdim, keldi massajini oldi. Hozir sizni ko'rib, men qo'yib qoldim. Bu qo'radan kirishingizga 3